75. kilometrdan mana 75. Burada znak yo'q. Yetmiş 78. kilometrda o'tiribdi mana. 75 bo'lsa 3 kilometr aralıkta znak yo'q. Assalomu alaykum, men rasmimiz Omonso'g'ani o'zingizni tanishtirasizmi? Siz kim olasiz? Men oddiy fuqaroman. Suyib ketishyapsizmi? Suyib ketishgan. Siz bu yerda radar qo'yish huquqingiz bormi? 3 kilometrlar bo'ylab qo'yatirman. Bu yerda bir nek ko'rilmadi. Bu yoqdan 2 kilometr aralıkta keldik. Radarda znak yo'q. Yerda radar Komandir gazı yana bu işte. Men o'tdim yine. Yo'qki. Hozir yana bu işte. Vallahi kerak emas qo'lim. Komandir birinchi marta yo'lga chiqqanimiz yo'q biz. Qancha vaqtdan beri yuribmiz. 380 kilometrda o'tiribsiz. Ha? Ya, to'dan bu yerdan ko'rib yesak bo'ladimi? Bu ko'riq qayerda ekan? Xorazm viloyati bosh boshlig'imiz polkovniki boshlig'i bu, to'g'rimi? Значог'ini tushirib, aytmoqsiz, значог'ini tushirib. Значок HZ 0206. Atfayımlarınızı aytmaysizmi, tanıştırmaysizmi? Aytmaysiz. Guvoh ko'raylikda komandir. Bu guvohnomangizni ko'rsatib, xizmat guvohnomangizni. Komandir, biz ham 1-2 so'm uchun yuribmiz-da. Endi sizga ham ishonch shu. Lekin radar bor edi, znak bor edi tursangiz yaxshi bo'ladi-da. Znak ko'rdingizmi? Znak yo'q. Znak yo'q. Oxiri komandir. Ko'rsatmayman men. Xorazm Taksat Saftar G'affarov, Rashidbek Ro'zimboy o'g'li, to'g'rimi? Ha, qarang, radar yo'q, yerdan radarga o'tiribsiz-da. Radar atibdi ana. Radar ishlab turibdi. Yo'naltib oldi ishini. Onam bir açarın qani? Meni bir açarın. Sizda informatsiya, masalan, eldan tushirilganlaringizni ko'rsak bo'ladimi? Bo'lmaydi bunda. Bizga qog'oz keladi agar tushganimizda, to'g'rimi? Ertaga mayboda bizga qog'oz kelsa, biz uni sudga olishga haqqimiz bormi? Shu yerda misol, mana syomka bor misol. Biz bor, bemalol bor. Yo'q, noto'g'rimi axir neda o'tirganimiz radar yo'q degan znakda o'tiribmiz. Noto'g'rimi komandir? Radar yo'q joyda znak yo'q. To'g'ri. Yana bir guvoh kelyapti. 880. Assalomu alaykum. Radaringizni ko'rmadi? Assalomu alaykum. Ko'rmaysizmi axir? Yo'q.